Judayam ko'pchilik insonlarni iltimosiga binoan bugun ortiqcha vazn haqida gaplashamiz. Yarim tayyor mahsulotlar, gazli ichimliklar va juda shirin mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish aynan tanada metabolizmni past ishlashiga sabab bo'ladi. Gipotireoz holati, TTG gormoni miqdorining yuqori bo'lishi, oshqozon osti bezida insulin bilan bog'liq muammolar, yog'larning parchalanishiga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qiladi. Kortizol gormoni bilan bog'liq muammo. Uni miqdorining yuqori bo'lishi ham yog'larning parchalanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Fitness, ya'ni sport klublariga boraman, lekin negadir vazn tashlolmayman. Qachonki siz gormonlaringizni tartibga solasiz, gormonlar to'g'ri tartibda ishlaydi, hazm tizimi organlari yaxshi bo'ladi, undan keyin sizda vazn tashlash namoyon bo'lishni boshlaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Judayam ko'pchilik insonlarni iltimosiga binoan bugun ortiqcha vazn haqida gaplashamiz. Men vrach endokrinolog, reproduktolog, tibbiyot va tabobat fanlari doktori Mahfirat Jumayevna bo'laman. Hech kimga sir emaski, ortiqcha vazn butun dunyo bo'ylab insonlarni global muammosiga aylangan. Umuman o'zi ortiqcha vazn nima va uni kelib chiqish sabablari? Asosan gormonlar bilan bog'liq muammolarda inson tanasida metabolizm pasayadi va ortiqcha yog'lar yig'ilishni boshlaydi. Va undan tashqari noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik bular ham ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Juda ham ko'pchilik davlatlarda va hozirgi kunda o'zimizda ham mana shu ovqatlanish bilan bog'liq muammo keng tarqalgan yarim tayyor mahsulotlar, gazli ichimliklar va juda shirin mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish aynan tanada metabolizmni past ishlashiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari organizmdagi gormonal o'zgarishlar, masalan deylik gipotireoz holati, TTG gormoni miqdorining yuqori bo'lishi, oshqozon osti bezida insulin bilan bog'liq muammolar, ya'ni insulin rezistentlik holati deymiz. Buni bir so'z bilan tushuntirganda, oshqozon osti bezida insulin faoliyati juda ham yomon ishlaydi. Bir qarasang yuqori bo'ladi, yana bir qarasang past faoliyatda ishlaydi va yog'larning parchalanishiga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qiladi. Yana undan tashqari buyrak usti bezi bilan bog'liq muammo, ya'ni kortizol gormoni bilan bog'liq muammo. Uni miqdorining yuqori bo'lishi ham yog'larning parchalanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Va undan tashqari ovqat kilokaloriyasining yuqori bo'lishi, kam harakatliliklar ham aynan yog'larning yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. O'zi ortiqcha vazn deganda nima nazarda tutiladi va indeks tela massa degan tushuncha, ya'ni ortiqcha vaznni hisoblash qanday bo'ladi? Buni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, indeks tela massa sizni bo'yingiz necha bo'lsa, o'shandan yuzini olib tashlaysiz. Masalan, deylik, erkaklarda o'rtacha bo'y 1.78 bo'ladigan bo'lsa, u insonning bo'yidan yuzini olib tashlasangiz 78 kilogramm tana vazni qolishi kerak bo'ladi. Ayollarimizda ham xuddi shunday, o'rta bo'y hozirgi kecha kunduzda ayollarda 1.64 bo'ladigan bo'lsa, yuzini olib tashlaysiz 64 kilogramm. Juda ham ko'pchilik patsientlarimiz shunday shikoyatlarni aytishadi. Doktor, men har doim parhezdaman. Fitness, ya'ni sport klublariga boraman, lekin negadir vazn tashlolmayman. Yoki roza tutsam ham o'sha bir oy ichida qanchadir vazn tashlayman, yana 2 barobar, 3 barobar qilib shu vaznni yig'ib olaman deyshadi. Asosiy sabablar shu gormon bilan bog'liq muammolar. Qachonki siz gormonlaringizni tartibga solasiz, gormonlar to'g'ri tartibda ishlaydi, jigar va o't qop faoliyati yaxshi bo'ladi, hazm tizimi organlari yaxshi bo'ladi, undan keyin sizda vazn tashlash to'g'ridan-to'g'ri sekin-sekin namoyon bo'lishni boshlaydi. Chunki inson tanasida metabolizmni boshqaradigan organlardan bittasi bu jigar hisoblanadi. Jigar inson tanasida bir kunda 1 litrgacha safro ishlab chiqaradi. Ana o'sha safro bilan bog'liq muammo bo'lsa, o't qopida dimlanish bo'lsa, o't qopi yo'llar toraygan bo'lsa, jigar atrofini yog' bosganda, ya'ni o'sha jirovoy gipotoz deymiz, darajalar qancha kattalashib boraversa, sport klubiga boradimi, kam kilokaloriyali parhez qiladimi, vazn tashlash juda ham qiyin bo'ladi. Bu uchun nima qilish kerak? Detoks organlari bilan ishlash kerak. Jigar bir kunda 1 litr safro ishlab chiqarar ekan, o'sha 1 litr safro 12 barmoqli ichakka avtomatik tushadigan bo'lsa, ich qotish holatlari kuzatilmasa, ichaklarda mikroflora yaxshi bo'lsa, inson tanasida toksinlar yig'ilmasa, yog'larni parchalanishi ham shuncha oson bo'ladi. Va o'sha safrodan inson tanasidagi shu yog'larni parchalovchi gormonlar hosil bo'ladi. Vazn tashlash juda ham oson bo'ladi. Endi fitness klublariga bormasdan ham ortiqcha vazndan uy sharoitida xalos bo'lish mumkinmi degan savol tug'iladi. Ha, albatta mumkin. Uy sharoitida tabiiy retsept aytaman. 1 litr qaynagan suvga bitta limonni shunday ikkiga bo'lamiz va solib qo'yiladi. 2-3 soat xuddi shunday holatda, og'zi yopilgan holatda turadi. Bu 1 litr suvni kun davomida kam-kamdan ho'plab ichilganda o't qop faoliyati yaxshilanadi. O't qopi, o't yo'llari va oshqozon osti bezi faoliyatlarini, ichaklar faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Jigar atrofida ortiqcha yog'lar bo'lsa, yog'larni eritishga yordam beradi.
va o'sha 1 litr safro kun davomida 12 barmoqli ichakka normada tushishiga yordam beradi. Va ikkinchi retsept, 1 stakan kefirga 1 choy qoshiq zig'ir urug'i solinadi va undan tashqari bu bug'doyning kepagi hisoblanadi. Bug'doy kepagidan 1 choy qoshiq solinadi, yaxshilab aralashtiriladi. Kechqurun uxlashdan oldin 1 stakan iste'mol qilinadi. Bir kunda bir mahal yetadi. Bu nima qiladi? Ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, ortiqcha yog'larni erishiga yordam beradi. Undan tashqari qon tomirlar faoliyatini yaxshilashga ham yordam beradi. Chunki zig'ir urug'ida omega 3 miqdori juda ham ko'p miqdorda. Kepak o'tiribga keladigan bo'lsak, supermarketlarda juda ham arzon, unaqa qimmat emas, ortiqcha vazndan xalos bo'lishda juda ham yaxshi samara beradi. Ichaklar mikroflorasini yaxshilashga, ortiqcha yog'lardan xalos bo'lishga va hazm tizimi organlarini yaxshilaydi. Ovqat hazmda ham yaxshi yordam beradi. O'tiribni aynan bitta o'zini bir kunda 2-3 mahal o'zini qabul qilib yurish mumkin. Ich qotadigan insonlarga juda ham ma'qul keladi. Faqat o'tiribni qabul qilgandan so'ng ko'p miqdorda suv ichish tavsiya etiladi. Endi qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Bu limonli suvimiz qon bosimi juda ham past yuradigan gipotonik insonlarga taqiqlanadi. Lekin organizm sekin-sekin moslashadi. Faqat 1 litr suvdan emas, 200 ml suvdan boshlash kerak bo'ladi. Gipotonik insonlarga faqat. Oshqozonda kislotali muhiti yuqori bo'lgan insonlarga ham taqiqlanadi. pH muhiti 7 dan yuqori bo'lganda bu aynan limon kislotali muhitni oshirishi mumkin va jig'ildon qaynashini kuchaytirib yuborishi mumkin. Shunday insonlarga taqiqlanadi. O'tiruv va zig'ir urug'iga hech qanaqa qarshi ko'rsatma yo'q. Hattoki homiladorlik va emiziklik davrida ham mumkin. Bolalarda o'sha ich qotish bilan bog'liq muammolar bo'lsa ham emiziklik davrida juda ham yaxshi yordam beradi. Endi ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan insonlarga asosiy tavsiya, birinchi o'rinda ovqatni kilokaloriyasiga e'tibor bering va ko'proq harakat. Har kuni 10 ming qadam yurishni yo'lga qo'ying. Yana bundanda ko'proq foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan do'stingizga bu videoni ulashib qo'ying.